Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Sizlarga birin-ketin razmerlarini tanishtirib aytib o'tamiz. Jinni arzonroqdan boshlaymiz. Qani ketdik bo'lsa. Bunimiz 2 ga 1,5 lik bo'ladi. Narxi 14 million so'm joyida. Ko'rishlaringiz mumkin. Qishga pechkalarimiz bor, yozga muzlatadi, qishda isitadi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Rakovinalarimiz ishlaydi, 50 talik aristonlar suvlarimiz. O anasini mana qaranglar, 50 talik ariston zakaz bo'yicha qo'yib berdik. Semestrlar hamma yo'g'i bor. Avtomat kulchati tumanka svetlarimiz joy-joyida. Vetik isitgichlarimiz ham bor. Buni narxi keladigan bo'lsa akalar, narxi 14 million so'm joyida dastlabkasi kelishilgan holda bo'ladi akalar. Yoqqan bo'lsa mana shu yerga like bosib qo'yasizlar, obuna qo'yasizlar, xursand bo'lib qolamiz akalar. Endi ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz. Bunisi Yakat qishlog'i, o'zimizning qishloqqa bo'ladi. Buni razmeri keladigan bo'lsak 3 ga 1,70 lik bo'ladi. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Yoqqan bo'lsa bunga ham like bosib qo'yasizlar. Bunisi chalishlari bor. Xudo xolasa bitirib ertaga o'z egalariga topshiramiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu 2 xonali bo'ladi. 3 metrga 1,70 lik bo'ladi akalar. Rakovina, stanokka aristonlari 80 talik aristonlar olib qo'yganmiz, stanokka qilib qo'yib beramiz. Semestrlarimiz bor. Rakovinalarimiz joy-joyida ishlaydi. Tamam, uchinchisi. Endi ozgina qimmatroq o'tamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bunisini kalitini oldimmikan, olmadimmikan hozir ko'ramiz. Mana mashinani ko'rishlaringiz mumkin, dastlabkasi bor. Mana ko'chma do'konlar, ko'chma hammomlar yasab manzillaringizga yetkazib beramiz. Hozir mana hammom, razvalka, hojatxonasi borlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga ham aristonlarni olib qo'yganmiz. Semestrlarimiz bor. Ishlaydi. Bunisi yuvinish xonasi bo'ladi. Bunisi hojatxona bo'ladi akalar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lsanglar, obuna qo'yinglar. Ko'rishlaringiz mumkin. Xonalarimiz ham kengina, bemalol. Kelinlar kirdi yuvib, yomg'ir chochinda mana shu yomg'irlar yog'yapti. Bemalol işte bularni qilaveradi akalar. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna qo'yinglar. Mana bu yerda mana bunisi ham hammom bo'ladi. Xudo xolasa bu ham zakaz bo'yicha ketyapti. Bu tumonlaq stilda 2 ga 2 lik hamma joyi. Bu bitta juda bu letni bo'ladi, xohlasa zemni bo'ladi akalar.